Iqtibosimiz Kevin Kellidan. Kevin Kellini ishlarini yaxshi ko'rganimizdan kitobini sotib olgandek esingizda bo'lsa 350 mi 450 dollar xarajat qilib bu iqtibosi ham zo'r. Kuniga 15 daqiqa. Ya'ni kuningizni 1%. Qiladigan ishingizni yaxshilash ustida ishlarkansiz. Bu ana shu qilgan ishingiz eng kuchli ish yoki siz qilishingiz mumkin bo'lgan eng kuchli narsa siz qilayotgan ishingizni kuniga 1% yaxshilash. 1% deganda 15 minut shuni yaxshilash ustida ishlash. Kasbek qilyapsiz, talabasiz. Biz asosan talabalar kuzatadi deb gumon qilamiz. O'tirib note taking qilasiz, yozasiz. Yozadiganlar bor deb umid qilaman. Bo'lsa yozinglar. Rasmlarini qo'yinglar, izohlarga ko'ringlar, qanaqa note taking qilasizlar. Iqtibos chiqmasizlar, balki boshqa leksiyalarni ham yozasiz. Asosiy ishingiz dars qilishdan, yozishdan iborat. Oxirgi 1 yil davomida kuniga 15 minut yaxshiladikmi shu narsani? 15 minut bu kunimizning 1%. Asosiy vaqtimiz talabalik bilan o'tadi, lekin o'ylab qarasak. O'qituvchi bo'lsangiz 15 daqiqa kuniga dars berishni yaxshilash ustida ishlasak. Blogingiz, mani blogim bor. Kuniga 15 minut sarflamasdim aslida men. 10 daqiqa, 5 daqiqadan 10 daqiqagacha sarflardim. Ba'zan yarim soat bo'lardi, lekin yozish ustida ishladim. 4 yil davomida blogimiz yaxshi bo'ldi. Ya'ni yaxshi bo'ldi degandaki, yozishimiz ancha o'sdi. Men obunachilarni aytmayapman. Obunachi ko'paygani, odam qo'shilgani bizga balki boludur, bolumas narsa bo'lishi ham mumkin, lekin yozishimiz ancha osonlashdi. 1 soat yozadigan narsani 10 daqiqada yozadigan bo'ldim. Va 1 soat yozib o'zimdan qoniqmaydigan narsani 10 daqiqa yozib o'zimdan qoniqadigan bo'ldim. 10 barobar yaxshilashdi. Nima qildingiz desa, har kun ozgina yozish haqida nimadir o'qidim, nimadir o'rgandim. Shuning uchun hamma aytaman, kitob o'qish kerak deb. Inson qilayotgan ishi haqida hech bo'lmasa savol-javob qilish kerak, kitob o'qish kerak, hech bo'lmasa mayli, video ko'rsin YouTube'da, Instagramda emas. Instagram gaplashgandagi yovuz joy, juda ham yovuz joy. O'chirib tashlaylar, nima kerak bu? Men o'zim ishlatmaganim uchun bemalol o'chirib tashlaylar deb aytaman. Akkauntim borligi adashtirib qo'ymasam, kirmayman akkauntga. Mana shu narsa bizni uzoqlarga olib boradi. Juda uzoqlarga olib boradi. Chunki bilasizmi nimaga? 15 daqiqa ko'p emas, juda kam vaqt. Bilasizmi nega ko'pga olib boradi? Atrofga qarab, odamlarni kuzatsangiz, shunga amin bo'lasizki, odamlar o'zini ustida ishlamaydi. Mutlaq juda ham kam odam o'zini ustida ishlaydi. Ayniqsa bitta darajaga erishib olgandan keyin shunchaki to'xtaydi. Bo'ldi, siz to'xtamasangiz bo'ldi. Ancha uzoqqa yetib olasiz. Juda. Shu 15 daqiqada juda ko'p blogerlar 100 ming, 150 mingdan keyin to'xtaydi. Reklama olib, sayohatlar qilib boshlanadi. Pulni ishlatish boshlanadi. Ko'p biznesmenlar bitta kvartira, bitta uy, uchastkaga yetadigan pul bo'lguncha qattiq mehnat qiladi, o'zini ustida ishlashdan to'xtaydi. Ko'p talabalar 5 bahoga yetadigan yoki o'sha grantiga yetadigan darajada o'qiydi, keyin shatda to'xtaydi. Ularga Nobel, ilmiy ishlar, stipendiyalar kamdan kam odamga qiziq. Shuning uchun ham 1% yetadi asli. 2%, 3% qilsangiz 15, 30 ya 45 daqiqa qilsangiz ancha zo'r. Taka bilan eshitib qoldim, adashmasam 14 yildan beri dasturchi ekan. Balki adashayotgandir, balki 11 yildan beri. Shu kelaverasiz. Nima qilasiz? Front-end qilaman deydi. Front-end men o'qiganman deb 3 oyda o'rganib olsa bo'ladigan narsa-da. O'rganib olganman, lekin o'rganib olsa bo'ladigan narsa. Mutlaq yangi narsa o'rganmagan. Shu front-end verstga qiladi, 2-3 ta biblioteka frameworklarni o'rgangan. Ish bor-ku, mana keladi, ish beradi. Tam yarim soat, 1 soatda o'tiraman, qilaman, bo'ldi deydi. Lekin daromadimni o'stirishim kerak, nima qilsam bo'ladi deydi. O'rganing. Front-end 14 yil oldin front-end boshlaganlar hozir o'zining IT kompaniyalari bor. Front-endni o'rgandi, keyin back-endni o'rgandi, ketidan ozgina PMlikni o'rgandi, boshqarini, keyin arxitekturani o'rgandi, keyin mustaqil loyihalar qildi. Keyin loyihalari sekin-bitta o'xshadi, investorlar topdi o'zining kompaniyasini. 14 yilda ancha narsa qilib tashlashyapti odamlar.
Biz bo'ldi boshqa tomondan o'samiz, to'xtatamiz. Sababini ham gap aytib ketaylikda. Nimaga odamlar shu ustida ishlashni xohlamaydi? Ayniqsa bir narsaga erishgan odamlar. Avvalambor hech narsasi yo'q odam bemalol o'zini ustida ishlaydi. Bemalol. Qo'rqmasdan, chunki hech narsasi yo'q, yo'qotadigan narsasi yo'q. Bir narsaga erishgan odam bir narsani o'rganayotgan paytda o'zini ahmoq his qiladi. Alex Harmozi aytgan edi, odamlar yangi narsa o'rganmasligiga sabab ular o'rganish qiyinchiligidan emas, ahmoq bobi ko'rinishdan uyalishadi. Rostdan uyalishadi. Mana shu svet qanaqa ishlaydi, mikrofon qanaqa ishlaydi, buni nima qilish kerak? Bu nimaga ishlamayapti? Mana buni qanaqa qilib tuzadi? Men odamga qanaqa savol berishni bilmaymanman. Mana shu savollarni berishga qiynalishadi, uyalishadi, borib maslahat so'rashga yuzlari chidamaydi. Chunki egoga ta'sir bor. Ayniqsa bir narsa biladigan, bir nima erishgan odam. Shuni ham bilmaydimi deb o'ylashidan uyalsa kerak-da. Bizning 45 yoshli ustozimiz borlar. Kim nimani bilmasalar, shatta, "Ey, men shuni bilmayman, men so'rab nima qiladi, men bunaqa qiladi, so'rab oladilar." Haligacha ilmga chanqoqliklar bor. Shuning uchun juda ko'p narsa biladilar. Kuzatib hayron qolamiz. Bizga ham shu 45 yoshimizda shunaqa bo'lish nasib qilsin deymiz. Ham erishgan narsasi ko'p lekin. Shunaqa erishar ekansiz bir narsaga to'xtamang. Iloji boricha. O'rganishdan, ahmoq bo'lib ko'rinishdan, savol berishdan, maslahat olishdan. Keyingi